Voy, o'g'lim, mana shu mashinani yetyapti o'zim. Yuring, ichini ko'rib narxini so'raymiz, ana. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk. Mana bular qara. Otapola Jigulini sotib, Inamarka qatoriga adashib kirib qolishdi-da. Matiz qatorini ko'l so'ramizmi? O'rtalaring hozir bularni men o'zim boplayman. Kelinglar. Ko'ringlar mashinani. Mashina bizga yoqdi. Narxi nech pul ekan buni? Pulinglar naqd bo'lsa, sizga 25 ming. Boplayapti-yu. Qo'ymaydi o'zi bu. Bu mashinangizni yangisini narxi salonda 42 ming-ku, uni ustiga besprabeg deb yozib qo'yibsizlar. Yili ham yangi ekan. Nimaga bizga bu mashinaning narxini 25 ming deyapsiz, ekan? Erki, labzi bilan erki. 25 ming shtirsani hozir nomingizga aformit qilib beraman. Ishqilib hozir notariusga borsiz, labzingizdan qaytib qolmaysizmi, ukam? Mashina purishli bitta gapiradi. Ketdimi notariusga? O'g'lim, zaklatni ber. Ukam, siz bilan mana shu mashina 25 mingga baraka. Aka, biz zaklat barakasini bersin. 1 soatdan keyin ancha ko'chadagi notariusga ko'rishamiz bo'lmasa. Bo'lmasa, 1 soatdan keyin o'sha notariusda ko'rishamiz. Aytgancha pulni naqd qilib olasizlar. Prosta mashina qarzga sotmaymiz-da. Bo'ldi aka, naqd qilib olamiz. Bo'lmasa 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Mayli. Xudo xolisa yaxshi mashina oldi edi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Vazam haydaysiz. Endi chatoq bo'ldi bu yo'g'on. Hali notariusda nima gap, nima so'z. Bularning ahvolini notariusga borganda ko'ramiz. Yo'llaring ketdi.